Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi 7-iyul kuni Haqiqiy Amerika ovozi programmasining ziyoratini qabul qildi. Programmaning muhim mazmunini diqqatingizga sunamiz. Xitoy Xinjiang deb ataydigan Sharq Turkistonning xalqiga vakillik qiladigan faoliyatchi Sharq Turkiston Surgundi hukumatining baş ministeri Salih Xudoyorni programmamizga taklif qildik. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa etnik guruh xalqi rəhmsizlikçi ziyankeşlikka, qiynashqa, qamab qo'yishqa, majburiy emgakka selish, sistemlik bosqinchilik qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik va bostirishga uchramoqda. Shirkatlar majburiy emgakni ishlatadi. Quyosh energiyalik batareya taxtasini Amerikaga import qiladi. Bu xil ishlab chiqarish tutumi amaliyotda qanday yuz beradi? Bayden hukumati bu tür importning amaliylashishiga qanday qaraydi? Yahudi Dünya Kuzatish Tashkiloti tarafidan yaqinda oshkorlangan Uyg'ur majburiy emgak sonliq ma'lumot ombiriga asoslanganda 600 dan ortiq har soatdagi shirkat, ya'ni Adamon sanoati, BMW, GM, Goodyear, Tesla, Volkswagen, Emerson, Annuitek, Trinasor, Next energiyasi, Tesla energiyasi, moda sanoatidan Nike, yemek-içmek sanoatidan Coca-Cola, Nasul, Campbell, texnik sanoatidan Alma, Dow, GE, Google, Microsoft, hatta 600 dan ortiq dаңlıq şirketler Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishliq. Bayden hukumati yaqinda Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasini yo'lga qo'yib, davom qilayotgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olishda yordamchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Malayziya, Tayland, Vyetnam, Kambodja qatorliq davlatlardan quyosh energiyasi batareyasi va boshqa mahsulotlarning Amerikaga izchil import qilinishiga yo'l qo'ydi. Bu yerdagi masala Xitoy shirkatlari polisilikonni bu davlatlarda pishiqlab ishlaydi. Biz asosan Uyg'ur majburiy emgakidan ishlangan mallarni import qilamiz. 2014-yili yer shari ta'minlash zanjiridagi polisilikonning 9% Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqali ishlab chiqarilgan. 2021-yilga kelganda yer shari ta'minlash zanjiridagi 50% dan ortiq polisilikon Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilgan bo'lib, bu Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqini qalayimqon tutqun qilib, ularni majburiy emgak kamplarga avatib, majburiy emgakka selish orqali quyosh energiyasi batareyasi va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarishga selishga tayinladi. Xitoy hukumati nayta arzon emgak kuchidan foydalanish orqali quyosh energiyasi batareyasini ishlab chiqarishni oshirdi. Shirkatlar bu mahsulotlarni boshqa davlatlarga yetkazadi. Bu batareyalar uchun Amerika boyligini parchalashning avjilishidan prezidentimizning andish qilib mudofaa ishlab chiqarish qonunini qo'llanish orqali tijoratga ilhom berishi ahamiyatsiz bir ish bo'lib, u amaliyotda Xitoyning manfaatiga uyg'un, Amerikaga foydasizdek ko'rinadi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qarata ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilikning ahvoli qanday? Texmi yomonlashib ketdimi? Irqiy qirg'inchilik boshlanganga 8 yil bo'ldimi? Izchil davomlashyotdi deyman. Texmi nacharlashib ketyaptimi yoki ancha emasmi? Irqiy qirg'inchilikning ahvoli borgan sari yomonlashib ketyapti. Xitoy Sharq Turkistonda 2014-yil 5-oydan boshlab irqiy qirg'inchilikni, ya'ni atalmish xalq urushini boshlatgan. Asosan erlarni nishon qiladi. 2016-yildan boshlab ayollar, kichik bolalar, qariyash Sharq Turkistondagi barliq Uyg'ur va boshqa turk xalqi nishon qilindi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining doklatiga qaraganda 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk xalqi jazo lagerlari va turmalarga qamalgan. Xitoyning Aqtoshliq kitobida xatırlanishicha, 6 yildan beri har yili 1.200.000 Uyg'ur va boshqa turk xalqi jazo lagerlari va turmalarga qamalgan. Yuz berayotgan ish shuki, xalqaro jamiyatning irqiy qirg'inchilikqa bo'lgan tunishi ortgan sari Xitoy hukumati hushyorligini orttirib, texmi diqqat qilishga boshladi. Bo'libmi, majburiy emgakning oldini olish qonuni yo'lga qo'yilgandan keyin majburiy emgakdan ishlab chiqarilganligi gumon qilingan har qanday mahsulotning Amerikaga kirgizilishining oldini oldi. Xitoy hukumati 100 mingdan milliondan Uyg'urlarni Sharq Turkistonning sirti, Xitoyning ichkari o'lkalaridagi shirkatlarga yetkazib majburiy emgakka salmoqda. Bu yerda majburiy emgakning oldini olish qonuni yo'lga qo'yilgan. Xitoy uningga qarshi tadbir qo'llangan. Qul emgaki yanada davom qilmoqda. Yaqinqi 2-3 yildan beri Sharq Turkistonning nufusi ortmadi. Xitoy hukumati yo'lni to'sdi. Nima ishlarning yuz berayotganligini bilishning bir usuli yo'q. Unumli bir aloqalashish yo'limi yo'q.
sayohatchilar bora oladi. Hatto yaqinda, ya'ni 2022 yil 5-oyda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson haqlari guruhi ziyoratga borgan bo'lsa-mu, necha yildan beri e'lon qilinmagan Sharq Turkistonning vaziyati haqidagi dokladini yana e'lon qilolmadi. Sizning Bayden hokimiyatiga beradigan bahosingiz qanday? Faqat quyosh energiya batareyasi haqida emas, kelishimnoma bo'yicha irqiy qirg'inchilik jinoyatchilarini jazolantirish mas'uliyatini ado qilish va bularga e'tiroz bildirmaslik va ya jazolantirishi haqida nimalarni qilyotidi? Xitoy Kompartiya hukumatiga hurmat qilyapti. Hozir qilmayotgan, qilishi kerak bo'lgan ish zodi nima? Bir ish qilolmayotdi. Tunji shartnoma majburiyati bo'lsa, saylon faoliyatiga Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa kuchli taqobil turishdagi muhim va'danomasi bo'lib, Amerika hukumati hech bo'lmaganda Xitoy hukumatiga qarshi kuchli tadbirlarni qo'llanishi kerak. Bo'libmi kommunistik partiyaga qarshi turishi, yuqori darajalik rahbarlarni jazolashi, diplomatik tirishchilik ko'rsatishi, irqiy qirg'inchilik harakatini qo'llagan va qo'g'digan Amerikadagi Xitoy elchilarini o'z ichiga olgan barliq Xitoy amaldorlarini chiqarib etishi, Amerika hukumati bilan hamkorlashgan Xitoy hukumati, Xitoy Kompartiyasi bilan bo'lgan munosabatni uzishi. Bular qilinishi kerak bo'lgan kichik ishlar. Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashida bu masalani kun tartibga elib kelishi, buni Xalqaro adolat mahkamasi yoki Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining diqqatiga sunishi kerak. Xitoyning CGTN televiziya kanali 11-iyul kuni Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik assimilyatsiya siyosatini paydaslagan bir hujjatli filmni axborot vositalarida yaygan bo'lib, hujjatli filmda anarni Xitoydagi etnik guruhlarning zich uyushqanligiga simvol qilgan. Xitoyda 56 etnik guruhining, atalmish Xinjiangda 26 million nüfusning borligini, Xitoyning ko'p xil etnik kulturiga ega ko'p millatlik davlat ekanligini tunishtirgan. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Chungang Uyg'ur so'zining ittifoqlashish ma'nosini bildirganligini, buning Xitoydagi boshqa millatlar qadrlaydigan o'rtaq qimmat ekanligini, Xitoydagi barliq millatlarning anarning urug'iga o'xshash quchoqlashishi kerakligiga ishonganligini ta'kidlab, Twitterda ham bahirlagan. Xitoyning bir zuvoni bo'lgan CGTN televiziyasi tarqatgan hujjatli filmda CGTN televiziyasining riyosatchisi Gap Thorining Qashqarni ziyorat qilib, Qashqarning anarning dangliqligi bilan tunildiganligi, atalmish Xinjiangda 10 dan ortiq etnik guruhining borligi, bu etnik guruhlarning bir-biri bilan giralashib yashaydiganligi, Uyg'urlarning eng chong etnik guruhi bo'lib, rayondagi nüfusning 45%ni egallaydiganligi, Uyg'ur degan so'zning birlashish, ittifoqlashish degan ma'noda keladiganligi, Xitoyning barliq etnik guruhlar ichida qimmatlik etnik guruh ekanligi, Xitoy kattavashi Xi Jinpingning barliq millatlarni anarning donalariga o'xshatib, anarning donalaridek zich uyushishi kerakligi, ko'p xillikqa ilgari surilgan, uyushqoqlikqa kuchaygan Junxo millatining taqdirini o'rtaq yaratish kerakligidan iborat muhim uchurini, 2014-yili Qashqar Konshar noyasidagi Uyg'urlarni ziyorat qilganligini, riyosatchining o'zining bir Uyg'ur oilasini ziyorat qilganligini, Uyg'ur oilasiga Xitoyning qo'shmoq tuqqan siyosatining turtkisida Guangzhoudan kelib yerlashgan Xitoy va uning faoliyatini, 37 nafar Xitoyning 100dak Uyg'ur oilasi bilan atalmish tuqqandochilik o'rnatib, ularga Beijing, Tiananmen maydonlarini tunishtirib, Xitoy bayrog'ining Tiananmenda chiqarilishini ko'rishga qiziqtirganligini, Heydgoh masjidining Xitoy tayinlagan imomining ikki aylanmasligining muhimligi bo'libmi, Xitoy kattavashi Xi Jinping aytgandek, har qaysi millat kadrlar ammasining millatlar ittifoqligini ko'z qarchiqini asraganga o'xshash asrishi, anarning danchilaridek bir-biriga mahkam yepshishi kerakligini aytganligini, maktablarda Uyg'ur bolalarga etnik guruhlarning anarning danchilaridek bir-birdek ayrılmaslik tarbiyasi berayotganligini, millatlarning kulturi farqini o'rgatayotganligini, Xitoy tilida dars o'tildiganligini, bu orqali ularning qulay xizmat tepishining kelajakdagi istiqbolining muhimi millatlar ittifoqligini kuchaytirishning uli hozirlanayotganligi, ana tilidanmi dars o'tilayotganligi, Urumchidagi quruq yemish shirkatini ziyorat qilganligi, bu yerda har qaysi millatlarning giralishib ishlaydiganligini, kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimning 26 ming yuan, ya'ni taxminan 3900 dollardan oshib ketganligini bayon qilish orqali sirtqi dunyoga Sharq Turkistondagi hayotni tinch, xotirjam, shod-xuramlikqa to'lgandek, Xitoylarning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqining turmushiga alohida ko'ngil bo'lib, ularga bayashat yashash imkonini sungandek ta'sir yaratishga uringan. Xitoyni atalmish Xinjiangdagi qimmatli millat deyish orqali milliy kamsitishning, adolatsizlikning mavjudligini, tajovuzchi millatning yanada ustun o'rinda turib, tili va madaniyatining umumlashayotganligini oshkor qilgan. Uyg'ur degan so'zning uyushqoqlik ma'nosini Xitoylar bilan uyushib giralishga qaratgan.
Xitayning har qanday televiziya kanallari Xitoy Kompartiyasining tashviqotchisi bo'lib, Xitoy hukumatı ziyoratni va hujjatli film ishlashni maxsus turda o'rinlashtirgan. Ziyorat qilinadigan oila insonlar oldin tayyorlangan. Xitoyda har qanday ziyoratchi va tekshiruvchi kelishdan bir necha oy ilgari tayyorliklar boshlanadigan bo'lib, ko'rsatildigani shakldan iborat. Ammo aqllarga hamma narsa ayon. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Uyg'ur degan so'zning haqiqiy ma'nosini ularga yeshib, Uyg'ur degan so'z sirtqi dushmanning ishg'oliyatiga, ya'ni tarixiy dushman Xitoy imperialistlarining ishg'oliyatiga qarshi birlashish degan ma'noni bildirdi. Yana biri o'yg'onmoq, o'yg'atmoq, harakat qilish orqali o'zini qulluqdan va ishg'oldan qutqizmoq degan ma'noda keladi dedi. Reuters agentligining 12 iyul xabariga qaraganda, Demokratik parlament a'zolari seshanba kuni Amerika tamishna xodimlaridan Xitoyning uchun quyosh energiyasi shirkatining nima uchun majburiy emgakka zarba berishni maqsad qilgan yangi qonun bo'yicha mahsulotlari cheklangan importchilar tizimligiga ilinganligini tushuntirishni talab qildi. Cheklangan mahsulotlarning doirasini kengaytirish, importga tayinlangan kasb ta'minlash zanjirining qalaymaqonlashishi, yetkazish cheklimasi va boshqa to'sqinlar Amerikaning quyosh energiyalik batareya ta'minotiga tahdid ilib kelishi mumkin. Bu qonun Amerika tamojna va chegara mudofaasiga qaysi shirkatlarning importini cheklashga aloqador huquq berdi. Uning tizimligida hozir quyosh energiyalik batareya ishlab chiqarishda ishlatiladigan xom ashyo bor. Demiryan boshchiligidagi 7 palata demokratchilari Davlat bexatarlik ishlari kotibi Aleksandr Mayorkas va tamojna va chegara mudofaa komissari Kris Magosga yozgan xatida federativ xizmat guruhining tizimligini qanday tuzganligi to'g'risida uchur talab qildi. Bo'libmi Longi Solar, Shinta Energy va Jinko Solar shirkatlarining jug'rafiyalik xavf maslahatchiligi tarafidan 2021-yillik dokladga kirgizilishiga qaramay tizimlikning sirtida qolganligini so'radi. Hatta biz quyosh energiyasining kelgusidagi parni gazga qo'yib berishni va klimat o'zgarishining ta'sirini azaytishda muhim rol o'ynaydiganligini tunib yetamiz. Qandaqli bo'lmasin, bu tunish quyosh energiyasi sanoatining ta'minlash zanjirining nisbiy ko'p qilishi bilan birga Amerikaning kishilik huquqni qo'llash va'dasi bo'yicha qimmat qarshida murassa qilishni keltirib chiqarmaydi deyildi. Jinko Solar va Longi Solar 2021-yili majburiy emgak qilishni ayblaganligi, qonunliq savdo qilishga bel bog'laganligini aytib, quyosh energiyasi bilan ta'minlash zanjirining majburiy emgakdan xoli bo'lishiga kafolatlik qilish to'g'risida va'da berdi. Shinta Energy'ning bu ishga oshkora baho bermaganligi aniq emas. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Xitoyning uchun quyosh energiyasi shirkati Xitoy irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Sharq Turkistonda majburiy emgakni ishlatadigan shirkatlar tizimligidan chiqarildi. Bayden saylam va'dasini ishga oshirmayotdi dedi. Vatanim tarixi üstün qadirlik o'ng so'llari, arslanlar izlari, birla chiniqqan yo'llari, qahramonlar ustixonidan qurilgan ho'llari, kimki xoin bu vatanga qurusin put qo'llari, erkin ozod gullanish jarayonidan ayrilmasin. Asrlar g'aflat jaholatlarda qolgan bo'lsa-mu, ko'z ocholmay jahili nodonlikda yotgan bo'lsa-mu, davrlar din xoruzorliqlarga patgan bo'lsa-mu, ko'p zamonlar zulmu kulfatlarni tortgan bo'lsa-mu, hamda parlaq baxtlik davronidan ayrilmasin. Qo'lga kelmas erk mushukdek telmirib turgan bilan, qaytirib bermas bulongchi yalvurib so'rgan bilan, baxt izlab kelmagay hang vaqtda o'ltirgan bilan, aldanib qolmaslik kerak aldab umundurgan bilan, haqni o'z kuchi bilan qo'lga olgandan ayrilmasin. Vatan ve milletni söymek ehli İslam şanıdır. Bu hakikat, bu adalet Tanrı'nın fermanıdır. Bu eniq sır şübhisiz hakkaniyet mizanıdır. Asli nesli pak vicdan ehlinin cananıdır. Candan ayrılsın lekin cananıdan ayrılmasın. Merhum inqilobiy shoirimiz Abdulaziz Mahsumning she'rlaridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.